Plyonka boriga o'xshaydi. Oxirgi kunlarda dunyo miqyosida trendga aylangan Zootopia multfilmini ko'rishga ulgurdinglarmi? Ushbu multfilm dizaynida ishlab chiqarilgan ajoyib bo'lgan kushonni bugun sizlar bilan obzor qilamiz. Bitta korobkaning ichida shunaqangi chiroyli keysdagi kushon Va ikkita sponjik kirgan. bu nafaqat sizlarni yuzinglarni chiroyli qilib tekis qilib yopib beradi, balki Eng asosiysi mana 24 soat sizlarni yuzinglarni zo'r holatda ushlab beradi. kelinglar birga obzor qilib ko'ramiz. Birinchi yuzimizni namlab olamiz. Har doim sponjik ishlatishimizdan oldin namlab olamiz. Toshmacha ham bor edi, hozir ko'ramiz yopib beradimi yo'qmi. Bismillah. Va, momni qaranglar, yuzimdagi dog'i yo'q qilib qo'ydi. Kimda ko'zini tagida qoraygan bo'lsa ham, undan ham zo'r qilib yopib berdi. Buning ichiga gialuron bilan kollagen kirgan yuzinglarni ajin tushishini oldini olib, shunaqangi tekis qilib beradi. SPF kirgani sababli quyosh nurlaridan himoya qiladi. Qaranglar, surilgan tomon bilan surilmagani qaranglar. Tabiiy qilib yuzimizga ton berib, chiroyli qilib qo'ydi. Yaltiroq shunaqa blesk. Bitta kushonni o'zi yuzimizni rangini tekis qilib qo'ydi. Hozir oynaga qarab surib olamiz. Buning ichiga kirgan o'simlik ekstraktlari yuzinglardagi qizarishlarni kamaytirib, tinchlantirib beradi. Umuman xavotir olmanglar, u ajinni bilintirib qo'ymaydi. Qishda ham, yozda ham to'rt fasl mazza qilib ishlatasizlar. Ancha muddat ketadi. Yuzinglar oqaradi, quyoshdan himoyalanadi va ajinlarni yoyib beradi.